Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan o't tufayli vazifalari va o't tufayida asosiy uchraydigan kasalliklardan biri o't qopini dimlanishi va disfunksiyasi haqida gaplashamiz. O't tufayli bu jigar ostida joylashgan a'zo bo'lib hisoblanadi. Uning asosiy vazifasi jigarda ishlab chiqarilgan o't suyuqligini to'plash va uni konsentratsiyalash, quyuqlashtirish va zarurat bo'lganda, ya'ni ovqat yeganimizda qisqarib 12 barmoqli ichakka tushirishdan iboratdir. O't suyuqligi tarkibida asosan 80-70% gacha suv, xolesterin, o't kislotalari, bilirubin va fosfolipid, letsitin saqlagan bo'ladi. Agar mana shu muvozanat buziladigan bo'lsa, tarkibidagi muvozanat buziladigan bo'lsa, o't tufayli quyuqlashib, tosh ham hosil bo'lishi mumkin. O't suyuqligining asosiy vazifasi biz ovqatlanganimizda, ovqat yeganimizda, oshqozon orqali 12 barmoqli ichakka ovqat tushganida o't qopimiz qisqaradi va undagi o't suyuqligi umumiy o't yo'li orqali 12 barmoqli ichakka quyiladi va yegan ovqatimizni tarkibidagi yog'larni emulsiya holatiga, mayda zarrachalarga parchalab beradi. Bundan tashqari A, D va E, K vitaminlarini so'rilishiga yordam beradi. Bundan tashqari o't suyuqligi ichakdagi ortiqcha zararli mikroblarni o'ldirishga yordam beradi. Va xolesterin ishlab chiqarishda ham o't suyuqligini ahamiyati katta bo'lib hisoblanadi. O't qopi kasalliklardan eng ko'p uchraydigani bu o't qopini dimlanishi va o't yo'llari diskineziyasi bo'lib hisoblanadi. Bizga ma'lum, o't tufayli tanasidan, o't tufayli tubidan, tanasidan va bo'yin qismidan iborat bo'lib hisoblanadi. O't tufaylilarini ichakka quyilish qismida oddiy sfinkteri bo'ladi. U ham 3 qismdan iborat bo'ladi. Birinchi qismi bu umumiy o't yo'li orqali o't suyuqligi ichakka quyiladi. Bu o't yo'llari qismi bo'lib hisoblanadi. Ikkinchi qismi oshqozon osti bezini pankreatik shirasini quyiladigan qismi pankreatik oshqozon osti bezi hisoblanadi va uchinchisi 12 barmoqli ichakda joylashgan Faterov so'rg'ichi bo'lib hisoblanadi. Bu sfinkterlar muskuldan iborat. Agar bular mana o't yo'llariga da turgan sfinkter agar bo'shashadigan bo'lsa, o't suyuqligimiz bemalol ichaklarga tushishi mumkin. Faqat sfinkterlar bir tomonga moddalarni oqishini ta'minlaydi. Ya'ni faqat 12 barmoqli ichakdagi mahsulotni qaytib o't yo'llariga, oshqozon osti beziga o'tib ketishini oldini oladi. Xo'p, endi kasalliklarni o't tufayli dimlanishi va o't yo'llari diskineziyasi, ayniqsa oddiy sfinkterining diskineziyasi kasalliklarning asosiy sabablaridan biri bu birinchi navbatda noto'g'ri ovqatlanish bo'lib hisoblanadi. Bizda mana o'zbeklarda asosan yog'lik, xamirli ovqatlarni ko'p yeymiz yoki uzoq och qolgandan keyin birdaniga ko'p ovqat yeyiladi va zararli odatlar, alkogol va tamaki mahsulotlarini iste'mol qilish ham oddiy sfinkterini spazmiga olib keladi. Bundan tashqari stressning ham ahamiyati juda katta. Agar bemorlarda qo'rquv, vahima xurujlari bo'ladigan bo'lsa, o't yo'llari bilan bog'liq muammolar ko'p uchraydi. Shuning uchun o't tufayli kasalliklarini davolashda asab faoliyatini ham e'tiborga olish kerak bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari o't yo'llarini kasalliklari kelib chiqishiga
irsiy moyillik ham sabab bo'ladi. Agar kimningdir yaqinlarida, ota-ona, aka-ukalarida o't tufagida toshlar, o't yo'llari diskineziyasi, o't tufagi bilan bog'liq muammolar bo'lsa, ularni shu yaqin qarindoshlarida ham uchrash ehtimoli ko'proq bo'lib hisoblanadi. Kam harakatlik ham o't yo'llarida dimlanishni kuchaytirib yuborishi mumkin. Shuning uchun faol hayot tarzi talab etiladi o't tufagini kasalliklariga chalinmaslik uchun. Biz endi oddiy sfinkterini disfunksiyasi haqida gaplashadigan bo'lsak, buni asosiy belgilaridan biri, bemorlarda bo'ladigan shikoyatlardan biri bu o'ng qovurg'a ostida va epigastral sohada og'riq. Og'riq 30 minutdan uzoq davom etadi. Og'riq hayot tarziga ta'sir qiladi. Bemor majburiy holatga ham kelib qolishi mumkin va ko'ngil aynish, qayt qilish kabi belgilar kuzatiladi. Asosan og'riqlar yog'li ovqatlar yegandan keyin 1-2 soatdan keyin kuchayadi. Proton pompa ingibitorlari va tana holatini o'zgartirish og'riqni pasaytirmaydi. Va bemorda ich kelishi va gaz chiqishi ham o't tufagi og'riqlarini pasaytirmaydi. Bu bilan biz oshqozon, 12 barmoqli ichak yara kasalliklaridan va ichak kasalliklaridan shu orqali farqlab olishimiz mumkin. Bundan tashqari og'riq o'ng kurakka, yelkaga va kurak orasiga ham berilishi mumkin. Kasallikka tashxis qo'yishda avvalo birinchi klinik belgilarga e'tibor qilishimiz kerak. Ikkinchi esa laborator tahlillar va instrumental tekshiruvlar qilinadi. Ulardan birinchisi ultratovush tekshiruvi. O't tufagi va umumiy o't yo'llarini ultratovush tekshiruvdan o'tish kerak bo'lib hisoblanadi. Va umumiy qon tahlilidan umumiy qon tahlillari ALT, AST, bilirubin, ishqoriy fosfataza, gamma glutamir transpeptidaza kabi ferment analizlarini tekshirib ko'rish kerak. Bu oddiy sfinkterini spazmi bo'lganda vaqtinchalik jigarni fermentlari, bilirubinlar oshiq chiqishi mumkin. Agar spazmimiz oshqozon osti bezini o'sha ichakka quyilish joyidagi sfinkterda bo'ladigan bo'lsa, hatto bemorda pankreatitga o'xshash og'riqlar bo'lishi mumkin. Ya'ni epigastral sohada kuchli og'riq bo'lishi, og'riqni kamarsimon bo'lib orqaga berishi, kuchli ko'ngil aynish, qayt qilishi va bioximiya analizida amilaza va lipaza fermentlarini oshib ketishi kuzatilishi mumkin. Bu juda xavfli bo'lib hisoblanadi. Hatto oshqozon osti bezining yallig'lanishi o'tkir pankreatitga ham olib kelishi mumkin. Bundan tashqari oddiy sfinkterni spazmi o't tufagida operatsiya o'tkazgan, o't tufagini oldirib tashlagan bemorlarda ham ko'p kuzatiladi. O't tufagi olib tashlangandan keyin to'g'ridan-to'g'ri jigardan ishlab chiqarilgan o't suyuqligi quyiladi 12 barmoqli ichakka o't tufagida saqlanmagan holatda. Shuning hisobiga o't yo'llari biroz kengaygan bo'ladi. O't tufagini o'rniga umumiy o't yo'li o't suyuqligini rezervuar funksiyasini bajaradi. Shuning hisobiga o't yaxshi 12 barmoqli ichakka tushmay qolishi mumkin. Bunda ham bemorlarda shu og'riqlar, biz yuqorida aytgan shikoyatlar kuzatilishi mumkin. Endi bunda o't yo'llarida muammosi bor insonlar nimalarga e'tibor qilishligi kerak? Birinchi navbatda to'g'ri ovqatlanish, yog'li, xamirli ovqatlardan, gazli ovqatlardan cheklanish kerak. Uzoq vaqt och qolmaslik kerak. Uzoq vaqt och qolganda o't qopidagi o't suyuqligi uzoq vaqt turib konsentratsiyalanadi va quyuqlashib qoladi. Shu tufayli o'tda qum va tosh hosil bo'lishi mumkin. O't yo'llarini diskineziyasi va o't qopi dimlanishida ishlatiladigan dorilarga keladigan bo'lsak, bu dorilardan birinchi navbatda og'riq xurujini olish uchun spazmolitiklar ishlatiladi. Spazmolitiklardan asosiy qo'llaniladiganlari mebeverin preparati,
gimekramon preparati va tremibutin preparatlari ana shu aynan o't yo'llariga tanlab selektiv ta'sir qiladi. Shu preparatlar yaxshi natija beradi. Bundan tashqari o'tni suyultiruvchi preparatlar, ulardan asosiysi urso dezoksixolivaya kislota ishlatiladi. Bundan tashqari o't yo'llarini harakatini, ichaklarni harakatini normallashtirgani prokinetiklar ishlatiladi. Prokinetiklardan hozirda eng keng ishlatiladigani itoprit gidroxlorid preparati bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari o't yo'lida muammosi bor insonlarda qorinda ko'p dam bo'lish kuzatiladi. Ya'ni o't yaxshi quyilmagani hisobiga ichakda patogen, ya'ni zararli mikroblar juda ko'payib ketadi. Buni tibbiyot tilida sindrom избыточного bakterialного rosta deyiladi. Ya'ni bakterial florani haddan tashqari ko'payib ketish sindromi bo'lib kuzatiladi. Bunda qorinda kuchli dam bo'lish, ovqatdan keyin qorin shishishi kuzatiladi. Albatta bunda o'sha ichak antiseptik preparatlaridan, nifuroksazid, rifaksimin preparatlaridan foydalaniladi. Va 12 barmoqli ichakdagi muammolar ham o't yo'llari diskineziyasiga olib keladi. Agar 12 barmoqli ichakda yallig'lanish, 12 barmoqli ichak yara kasalliklari, 12 barmoqli ichakda agar duodenostaz bo'ladigan bo'lsa, 12 barmoqli ichakning harakati yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, bunda ham o't yaxshi quyilmaydi 12 barmoqli ichakka. Shuning uchun o't dimlanishini davolashda 12 barmoqli ichakda ham kasallik bormi yoki yo'qmi, shunga ham e'tibor qilishlik kerak. Agar muammo bo'ladigan bo'lsa, 12 barmoqli ichakdagi kasalliklarni ham davolash kerak. Agar kimda shunday muammolar bo'lsa, bizga murojaat qiling. Sahifamga obuna bo'ling. Bundan keyin sizga qiziqarli ma'lumotlarni berib boraman. Agar qandaydir savollar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring, albatta javob yuboramiz.